Joylarda favqulodda vaziyatlar organlari tomonidan amalga oshirilayotgan profilaktika tadbirlarini yanada kuchaytirish maqsadida vazirlikning idoraviy hujjati bilan joriy yil noyabr oyida favqulodda vaziyatlar profilaktikasi oyligi o'tkazilib kelinmoqda. Oylik davomida profilaktika tadbirlari mahallabay va xonadonbay tartibida tashkil etilib, bunda favqulodda vaziyatlarni barvaqt aniqlash va aholida xavfsizlik madaniyatini oshirish maqsad qilingan. Shuningdek, energetika, xavfli ishlab chiqarish obyektlari ishchi xizmatchilari va avariya xizmatlarini jalb qilgan holda maxsus taktik o'quv mashqlari o'tkazilib kelinmoqda. Tunda insonlar tunab qoladigan ijtimoiy soha obyektlarida ta'sirchan davlat nazorati o'rnatilib, reja asosida tungi profilaktik ko'riklar o'tkazilib kelinmoqda. Joylardagi bozorlar ma'muriyati va daxldor organlar bilan hamkorlikda bozorlarda standart talablarga mos kelmaydigan isitish jihozlari savdosini cheklash choralari ko'rilmoqda. Shu o'rinda fuqarolarimizdan mazkur profilaktik tadbirga befarq bo'lmasliklarini, kuz-qish mavsumi davrida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya etishlarini, muqobil yoqilg'i turlaridan xavfsiz foydalanishlarini, mutaxassislar tomonidan berilayotgan tavsiyalarga rioya etishlarini so'rab qolamiz. Bu esa albatta siz va yaqinlaringiz xavfsizligi kafolatidir.